Sizni ishga olishlariga sabab bo'ladigan 3 ta sirni bilasizmi? Ish topish oson ish emas, lekin quyidagi 3 usuldan foydalansangiz, bu sizga foydali bo'lishi mumkin. Birinchi, shaxsiy brendingiz ustida ishlang. Ish beruvchi nafaqat sizning rezyumengiz, balki ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishingiz, u yerdagi faoliyatingiz bilan ham qiziqishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? LinkedIn profilingizni mukammal, professional to'ldiring va u yerda sohangizga oid postlarni qoldiring. Portfolio yoki web saytingizni yarating. U yerga o'zingiz qilgan barcha ishlaringizni joylang. Ikkinchi, networking tarmoq yarating. Ishga kirishdagi eng yaxshi yordam bu networking orqali amalga oshiriladi. Buning uchun nima qilish kerak? Professional tadbirlar, konferensiyalarda qatnashing. LinkedIn, Telegramning professional gruppalariga a'zo bo'ling. Sobiq hamkasblar va tanishlaringiz bilan aloqalarni doimo saqlab boring. Uchinchi, ish intervyusiga oldindan tayyorgarlik ko'ring. Agar intervyuga tayyorgarlik ko'rmasangiz, bu sizga ijobiy natija bermasligi mumkin. Buning uchun nima qilish zarur? Klassik savollarga oldindan javob tayyorlang. Ular quyidagicha bo'lishi mumkin. Biz sizni nega ishga olishimiz kerak? O'zingizning zaif va kuchli taraflaringizni gapirib bering kabilarga javob tayyorlang. Kompaniya haqida avvaldan ma'lumotga ega bo'ling va ish beruvchiga siz tomoningizdan qanday foyda keltirilishi haqida o'ylab qo'ying. Siz ishga kirishda qanday usullardan foydalanasiz? Kommentariyada qoldiring.